Olmaning tagiga olma tushardi-da, deya farzand tarbiyasiga yuzaki yondashadigan ayrim yurtdoshlarimizga bu fidoyi opa-singilning padari buzrukvori, Omon boboning tarbiyaviy usullari haqida hikoya qilsak, oilalar mustahkamligi va kamolotli farzandlar tarbiyasi uchun dasturul amal vazifasini bajaruvchi yo'l yo'riqni taqdim etgan bo'lamiz deb o'ylaymiz. Bundan 40 yillar avval har kimning tarjimai holida tug'ilgan oilasi haqida ma'lumot ko'rsatilardi. Bu ma'lumot ziyoli, xizmatchi, dehqon, hunarmand kabi toifalarda yozilardi. Bir muddat O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari lavozimida ishlagan va hozirgi kunda O'zbekiston mahallalari uyushmasi O'rta Chirchiq tumani bo'limi boshlig'i, shu bilan birga xalq deputatlari O'rta Chirchiq tumani kengashi raisi vazifalarida samarali mehnat qilayotgan Ra'no Jumanova hamda bugungi kunda Nurafshon shahri hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i sifatida xalqqa xizmat qilayotgan Nodira Jumanova bu opa-singil O'rta Chirchiq tumanidagi oddiy ishchi oilasida dunyoga kelgan. O'rta Chirchiq tumanining Bunyodkor mahallasida umrguzaronlik qilgan Tojimurod ota Jumanov bir paytlar Buxoro madrasasida tahsil olgan holda o'z davrining bilimli, yetuk insoni sifatida Ikkinchi jahon urushi yillari va keyingi tiklanish yillarida xo'jalik raisi sifatida otasi Juman bobo nomini sarbaland etgan edi. Undan keyingi yillarda bu ism familiyani Tojimurod otaning farzandlari Ison va Omon Jumanovlar o'z umr kitoblariga muhrladilar. Bu ikkala aka-ukadan tarqagan sulola vakillari esa Juman bobo nomini yanada yuksakka ko'tarib sarbaland etdilar. Jumladan Omon bobo Jumanov rafiqasi Zulfiya aya bilan birgalikda baxtli saodatli turmush kechirib, 11 farzandni komil insonlar sifatida voyaga yetkazish yo'lida fidoyilik qildilar. Bugungi kunda kamolotga yetib, turli tuman kasb egalari sifatida el-yurt xizmatida yurgan bu avlod vakillari o'zlarining bolalik, yoshlik chog'larini hayajon bilan eslar ekanlar. Ularning tarbiyasida bir umr haydovchilik kasbini e'zozlab o'tgan otasi Omon bobo va onasi Zulfiya aya chekkan zahmatni, ayniqsa ular tarbiyasida muhim o'rin tutgan Fotima bibi buvining ta'sirini alohida ta'kidlaydilar. Urchuq yigirib, chivarchilik qiladigan, hatto gilam to'qiydigan Fotima bibi buvi barcha nabiralarini eng avvalo mehnatkash bo'lishga undaganlar. Ota esa ularning a'lo o'qishlarini qat'iy talab etar, a'lochilarni albatta rag'batlantirib borardi. O'zi haydovchi bo'lsa ham farzandlarining bilimli bo'lishini istagan ota ularning har tomonlama yetuk insonlar sifatida kamol topishi yo'lida turli sinovlarni ham tashkil etardi. Jumladan u farzandlariga kundalik gazetalarni ravon o'qishlari va xoh o'zbek tilida, xoh rus tilida bo'lsin so'zlab berishlarini talab qilgan. To'ng'ich farzand Ra'noxon hamda uning uka va singillari Ma'mur, Nodira, Malika oliy ma'lumotli pedagog bo'lib yetishdi. Shohida, Sobir, Botir va Bahodir ham turli sohalarda bilim olib, o'z kasbining yetuk mutaxassislariga aylandi. Juman bobo oltin avlodining vakillari bo'lgan Malika Omonovna O'zbekiston Milliy universitetida ilmiy xodim, Shohida Omonovna go'zallik saloni rahbari, Nodira Omonovna Nurafshon shahri hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i. Ularning opasi Ra'no Omonovna esa O'zbekiston mahallalari uyushmasi O'rta Chirchiq tumani bo'limi rahbari, xalq deputatlari O'rta Chirchiq tumani kengashi raisidir. O'rta Chirchiq tumanida halol rizq topib, o'g'il-qizlarni oq yuvib oqtaragan, ularning kamoloti va yorug' kelajagi uchun mehnat qilgan Omon bobo va Zulfiya ayaning farzandlari haqida hikoya qilgimiz keldi. Zotan Juman boboning oltin avlodi vakillariga har qancha havas qilsa, o'rnak olsa arziydi. Uzun chiviq bo'lardi. Chiviqni shunday yoniga qo'yardi-da, "Xo'sh, qani hammang dars qilyapsanmi?" derdi. Faqat dars qilardik. Darsxonamiz bo'lar edi, hamma udobstvamiz bo'lar, hammani o'zining partasi, stuli, shunaqa dadam rahmatli qo'yib bergan. Ana shunda o'tirib bittalab hammamiz dars qilardik. Dars qilganda ham endi yonimizda ana olgan grammotalarimiz hammasi, faqat dadam bir oydan keyin kelsalar, kelgandan keyin biz 5larimizni qo'pol bo'lsa ham dadamga sotar edik. Chunki u o'shani har biriga pul to'lardilar. Biz shuna qilib hali qilardik-da, u pulni keyin yig'ar edik. U o'zimizning pulimiz, hech kimda haqqi yo'q. Biz o'zimizga pulimizni yig'ib qo'yardik-da. U peshona terimizda-da.
yana bir nima, bir oydan keyin kelgandan keyin bo'ldi. Hamma darvozalar ochilgan. Xonadonimizda to'y, hamma baqirgan, chaqirgan, kulgan, o'ynagan, kaptop o'ynagan. Mana shunda уже kampir chol ko'proq dedushkam nimamiz, otamiz unchani o'qimagan-u, lekin buvimiz o'ta qattiq turganlar. Keyin yana bir maqoli bo'lardi, endi mana qizlar ham eslasa kerak. Qizni otni tuyog'idan qattiq odam ushlaydi. Dirlarda ayniqsa biz qizlarni qattiqroq ushirdi. Mana shu qo'ni qo'shnidagi to'ylarga ham biz kirmaganmiz. Yo sen borganmisan? Bormaganmiz. Hech kim bormaganmiz. Maktabdagi meropриятияларga ham kunduziga borganmiz. Bitiruv oqshomi. Men unaqa narsalar umuman bormaganman. Guliston pedinstitutida o'qiganman. Har nimaga ketayotganimda bu yigit bilan birga o'qiganman. Bu ukam bilan ikkalamiz. Qo'pol bo'lsa ham bu menga qorovul. Ikkalamizni bir institutga olib borganlar. Shunda Mirzacho'lga borgan qovun tarvuz olib kelgan. Shunda yangi institut qurilayotgan bo'lgan. Guliston pedinstituti birinchi kirgan nimalari bizmiz. Qaldirg'och biz men kirganman. Keyin unda aytganlar, Toshkentga bersak, Toshkentga o'qishga kiradigan bo'lsa, uydan qatnaydi. Buni общежитияsi ham ichkarida ekan. Har doim shu yerga qatnasam deb shu Guliston pedinstitutiga olib bordilar. Keyingi yiliga bu yigit bitirib bordilar. Shu bilan ikkalamiz o'qidik. Har haftada kelamiz. Даже shunday voqea bo'lganki, dadam rahmatli bormay qoldilar. Men Ikarusga kelib, o'chirtga turib bilet oldim. O'tirdimda birinchi qatorga o'tiryapman. Umrimda avtobusga minmaganman. Chunki har doim ham hovlimizda mashinamiz bo'lgan. Har bir oyda almashtirganlar xullas mashinasini. Endi avtobusni bilmayman-da. Оказывается, avtobusi 1-2 degan aligilar bo'lar ekan Ikarusda. Uni bilmaganman. O'tirganman, dadam rahmatli kelib olib ketish kerak edi. Meni olib ketmadilar. Haligi bir joyda o'tirdim, bitta yigit keldi. Men joyimga o'tiryapsiz dedi. Voy dedim-da, turdimda orqaga o'tirdim. Yana birov keldi. 3-joyga kelganda tushunmadim. Nega sizlar joylar? Papa dedi, mana sening dedim, mana bunaqa yozdi. Qani biletingiz dedi. 2 so'm 30 tiyinga bilet olganman, o'chirtga turib. Haligini oldida keyin aytdi, sizga oxirida ekan, 30 qanchanchi o'rin ekan. Oxiriga borib o'tirganman. Toshkentga Bahor restorani yoniga olib kelib tashirdi u. Shu yerga tushganman, na avtobusga mina olaman, na mashinaga mina olaman. Bilmayman, men yo'lni bilmasdim. Shu yerda nimaga mindim? Taksiga, taksi shu yoqqa olib keldi. Mobil telefon yo'q. Mobil telefon yo'q. Uyga kelsam, uyda to'y bo'layapti. To'y qanday to'y? Buvim rahmatlini ukasini zaksini kutyapti. Ukasini bolasini zaksini kutyapti. Men aytdim, menga boraman bu deylar, tog'ani bolasini. Shunaqa kimni uylantirish kerak bo'lsa, kimni turmushga chiqarish kerak bo'lsa, biz uyimizda bo'laveradi shunaqa narsa. Juda boshqash hamma narsani shunaqa qilib nima qilaveradi. Chunki dedushkamiz shunday edilar. Katta otamiz. Mana esimga tushgancha sana aytib qo'yaman. Bir qiziq voqea deb aytdingiz-ku. Bu ukam, uni adasi Bahodir. Bu aytdi-yu, bu pulimiz 5imiz sotganmiz. Adam aytardi, 5 ga 5 so'm. 4 ga 4 so'm, 3 bilan 2 ga pul yo'q deb. Shu bilan Bahodir maktabda o'qiydi. Endi 5 lik harakat qiladi, olamas ekanda Qaymaka degan rahmatli o'qituvchimizga aytargan bor. Siz menga 5 qo'yingda, dadam 5 so'm beradi. Men sizga 2 so'mini beraman deydi. Qarang. Shunday ham tadbirkorlik haligisini nima qilganda, keyin yana bir haligi men qizim institutga tushish kerak. Shu bilan bir kun oldin hammamiz yig'ilamiz. Ertaga imtihonga borishim kerak. Shu bilan keyin haligi kontrakt bo'lib qolmasin, xudo shukr kontrakt bo'lib qolmasin, byudjet kontrakt deganda onam rahmatli eshitganda, ertalab soat 4 da moshinaga o'tirib institutga borish kerak, soat 7 ga. Selxoz institutini bitirgan. Birinchi avgust. Shu bilan ertalab moshinaga o'tirgan ona duo qiling. Ketyapmiz. Dadam yo'q edilar-da. Dadam yo'q. Ona duo qiling desa, ey Xudo xo'janda, mana shu qizimizga esalamani o'qishga kirib, kontraktga kirib ketsin. Alloh akbar desa bo'ladimi? Voy, nega unaqa dedingiz?
Men unaqa deysiz, kechada men kontrakt deyapsizlar, kontrakt pul to'laydigan, ano'zi pulsiz. Voy, mana deysiz. Keyin kontraktga tushib ketdi. Duo ijobat bo'ldi. Duo ijobat bo'ldi. Ona duosi. Eslaymiz, hammanglar esinglarda bo'lsa, mashinadan, Volgadan shunda qayilganlarida toshlar uchgani eshitilardi. Biz dadamizni mashinasini ovozigacha, qanaqa toshlarni uchirib tez haydab kelishlarigacha eslaydik. Darvozani kimdir ochgan, kimdir qo'llariga suv quygan, kimdir oyoqlarini yuvgan, har doimgidek onamiz tez ovqat olib kelgan, yana bittasi stol artgan, shunaqa bir shohni kutgandek kutardik shu paytda dadamiz kelishlarini. Avgustning oxirlari bo'lib qoladi. Biz kiyinishimiz kerak. Ko'pmiz juda. Avtobus haydadilar u paytda. Batinka avtobus haydagan. Kavazi. Kavazi deyiladimi? Hammamiz avtobusga mindiradilar. Yana bir o'zimiz bormaymiz. Qo'shinda 5 ta bola bor. Mojda bola Yaxshiboy akada. To'g'rida qo'shin Yaxshiboy aka ketyapmiz deydi. Uni oilasi ham minadi. 5 ta bolasi bilan Detskiy mirga boramiz. Detskiy mirga borgandan keyin buvim rahmatli boradilar. Hammamizni olib o'tiradilar. Boyagi chiviq qo'lda. Biz ota-onadan qo'rqmasak ham biz buvimizdan qo'rqamiz. Juda ham qattiq. Olib tushib kiyintirib olib chiqaveradi-da. Kiramiz, men birinchi kiraman, aylanaman. Meni kiyintiradilar, chiqazib boradilar. Keyin bular ana shunaqa qilib hammamiz birin-ketin aylanib, hammamiz avtobusga minamiz. U paytda kafe yo'q, choyxonaga kiramiz. Обязательно qovunlar kesiladi. Lag'mon bo'ladi. Lag'monni haligi qiladilar. Ana shundan hammamiz o'tirib shu yerda maktabga kiyim qilib, hammasi maktabga kiyim qilib, ana shunaqa qilib formalarni olib. Nodira nimani eslading gapir? Maktabga kiyim qilishni davom ettiramiz endi. Shunday bo'lardiki, oyimiz forma tikardilar. Juda ham katta tikuvchi bo'lganlar. Shu kechasi bilan nechta bolani formasi dazmollangan, bantiklarimizgacha har bittamiznikimiz, har bitta stulchikusi tayyor bo'ladi. Golfiylarimizgacha. Bu qachon ulguradilar ular? U biz bilmaganmiz, uni kechasi chiqqanlar. Tartib masalasida 6gami 6ga ovqat tayyor bo'lish kerak edi. Biron kishi ham kech qolmasdi. U bizga hozir hayot tarzimizga ham shunday yuqqanki, hech qaysi birimiz menimcha ishga kech qolmasak kerak. Qolmaganmiz. Yo'q, kech qolmadik. Hech qachon ishga kech qolmaganmiz. To'g'rimi? Kechroq chiqishimiz mumkin. Oldin boramiz ishga doimo, chunki bu bizga ota meros. Ishdan kechroq chiqishimiz mumkin. Lekin ishga kech qolmaydi. Yo'q, unaqa yo'q. Shunday bo'lardi, tribunaga o'xshagan uzunmi so'risiga oldiga qo'yib, gazetani avval o'zbekchasi, keyin ruschasi. Mana shu narsa. O'zbekchasini gapirasan, o'qiganingni gapirib berasan, ruschasini o'qiysan, ruschasini gapirib berasan. Bu bizga notiqligimizni rivojlantirish deb o'ylayman hozir. O'qitayotganda turib o'qidi. Biz o'zimizdan qanday turib bo'ladi? Qanday turish kerak? Albatta. Hech qachon duduqlanish mumkin emas. Bitta so'zing 2 marta takrorlanishi kerak emas. Oynaga qarab chiroyli gapir, chiroyli talaffuz qil. Menimcha hammanglarning shu esinglarda bo'lsa kerak. O'sha paytda dadam ko'zini yumib o'tirardilar. Biz Qaysi o'ylardik, gazetni o'qiyapsizlar? Gazetlar nomlari eslaman. Pravda Vostoka. Pravda Vostoka, Toshkentskaya Pravda, ha? Yana nimadir gazeta bo'lardi. Pravda. O'zbekiston ovozi bo'ladi. O'zbekiston ovozi keyin chiqdi O'zbekiston Вечерний ovozi. Toshkent. Вечерний Toshkent. Shunaqa gazetalar o'qiganmiz. O'qib berdirdilar. Dadam biz o'qirdik, o'rnidan turib o'qidirdi. Dadam eshitib olay derdi. Ko'zini yumib o'tirardi. Biz o'ylardik o'sha paytda eshityapti deb, lekin u paytda dadam uxlagan. Manimcha shunday. Manimcha Uxlagan, shunday. biz esa yaxshi o'qib va o'rnimizdan turib, bu haqiqatdan shu odamda liderlik, notiqlikni rivojlantirishga katta hissa. Sigir, buzoq, qo'chtalab, qo'y, ana shunaqalar bo'lardi tepa tomonimizda. Da обязательно ertalab sigir sog'iladi. Kechqurungi sigirni haligisini qaymog'i olinib, hammaga bundoq qilib qaymoq qo'yiladi. Endi har boyaga onamiz qanday ulgurgan degan nimada. Kiyimimiz ham tayyor, choylarimiz ham tayyor. Non yopardilar, hamma narsani joy-joyiga qo'yib, hammamizga ulgurardilar-da xullas. Choy samovarda yana. Keyin galstukimizni taqib qo'yadilar-da onam. Galstukni boylab qo'ying deb yoniga kelamizmi? Galstukni boylayotganda mana shu hozir ko'chada ketayotganimda ko'mirli hidi chiqib qoladimi shashlikda? Onamni eslayman.
Chunki u galstukimizni baylayotganda qo'llaridan ko'mirli hidi chiqib turadi. Samovarga. Chunki samovarsiz choy haligi bo'lmas edi. 4 ta konfrada hamma alohida ovqatlanardi. Dadamga alohida, Sahrni kasalligi. buvim sahr kasaldilar. Shashlik Ularni shashlik ham qilib beradilar. Men bilmayman qanaqa ulgurgan. Bu hozir o'zimiz zo'rg'a bitta ovqatni zo'rg'a qilamiz. Grechka ham pishardi. Xohlagan ovqatimizni yeb, haligi qilib qo'yardik.